Andijon viloyatida pedagoglar uchun metodik marafon tashkil etildi. Unda umumiy o'rta ta'lim maktablarida innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish, metodik qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Marafondan ko'zlangan maqsad umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini zamonaviy talablar asosida innovatsion usullar yordamida o'qitishni ta'minlash. Xalqaro baholash tadqiqotlarida o'quvchilarning o'qitish, matematika va tabiiy fanlar savodxonligi bo'yicha baholash natijalaridan kelib chiqib, ularning o'zlashtirishdagi bo'shliqlar bilan ishlash, o'qituvchilarga o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va samarali muloqot qilish, real hayotiy muammolarga yechim topa olishga yo'naltirilgan metodlarni o'rgatish kabi masalalar mutaxassislar e'tiborida bo'ldi. Bu metodik marafon o'tkazishimizda asosiy maqsad butun respublika bo'ylab fan o'qituvchilariga ta'limdagi yangiliklar, xorijiy tajribalar bo'yicha hamda o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishi bo'yicha metodik yordam ko'rsatish. Ya'ni o'qituvchilarning ta'til kunlarida bilimidagi bo'shliqlarni aniqlab turib, ularga metodik yordam ko'rsatish. Bugun bizni mana shu mahorat markazimizni metodik xizmat ko'rsatish metodistlari tomonidan 4 ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni aniq fanlarni rivojlantirish, boshlang'ich ta'lim, o'qish savodxonligi hamda matematik savodxonlik bo'yicha trening mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Onlayn va oflayn tarzda o'tkazilgan marafon davomida 20 ta master-klass berildi va unda respublikamizning barcha hududlaridan qiziqish bildirgan 1000 nafardan ortiq pedagoglar qamrab olindi. Har bir mashg'ulotdan so'ng ishtirokchilar o'z yo'nalishlari bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob olishdi.